Tizza og'rig'ida juda ham aziyat chekayotgan go'zallarim, yaqinroq kelinglar. Sinalgan usul bilan bo'lishmoqchiman. Buning uchun bizga juda ham oddiy mahsulotlar asal bilan karom kerak bo'ladi. Karomni baylaridan shunaqa olasizlar va qaynoq suvga damlab qo'yasizlar. Где-то 3-4 minut turgandan keyin suvni to'kib tashlaysizlar. Karomni baylari issiq bo'lishi kerak va asalni tizzanglarni kosasiga yaxshilab surib, ustidan shu qaynoqqani karomni qo'yib, strechda boylaysizlar. Ehtiyot bo'ling, kuyib qolmasdan qilinglar. Va strechda boylagandan keyin uni ustidan xohlagan narsalarni boylab olishingiz kerak. Hibi bo'lishi kerak. Bu achishtiradi, og'ritadi, lekin bir kunda tizzanglarni og'rig'idan inshaalloh qutulasizlar. Albatta sinab ko'ringlar. Bu video sinalgan usul. Sizlar bilan ham bo'lishim keldi. Albatta qilib ko'ringlar. Iloyim shifo bo'lsin, davo bo'lsin. Like bosish esingizdan chiqmasin go'zallarim. Xudo xolisa bundan keyin bundan ham zo'r videolar, layfhaklar ko'rasizlar meni profilimda. Boshqa videolarni ham ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Juda ham kerakli ma'lumotlar rosa ham ko'p profilimda.